Ayollar mumkin deb o'ylaydigan, lekin katta gunoh hisoblanadigan amallar. Birinchisi o'z erlari uchun qoshlarini terishlari. Qosh terish ayollar va erkaklarda birdek mumkin bo'lmagan amallardan biridir. Hattoki u eri uchun bo'lsin yoki o'zi uchun. Bu sahih hadisga ko'ra la'natlangan amaldir. Keyingisi sochni qora rangga bo'yash. Ayol kishi sochini bo'yashi yoki kesishi mumkin, lekin ranglardan qora rang mumkin emas. Sochlarini kesganlarida erkak kishiga o'xshamaydigan bo'lishi kerak. Uchinchisi g'usl qilish, ya'ni cho'milib poklanish. Ko'p ayollar hayz vaqtidan keyin yoki yaqinlik qilganlardan keyin boshlarini va sochlarini yuvmay cho'milib qo'yishadi. Bu esa sizni junub holatda, ya'ni nopok holatda qoldiradi. Hadisga ko'ra, ayol junub holatida ekan, albatta sochidan to tovonining uchigacha suv tekkazib cho'milishi shart bo'ladi. To'rtinchisi atir sepish. Ayollarga atir sepish mumkin, lekin nomahram erkak yonida emas, faqat dugonalari, o'z mahramlari orasida. Agar bir ayol atir sepib bir erkak yonidan o'tsa va u erkak atir iforini sezsa, u ayol zinokor hisoblanadi. Agar shu kabi savollar sizni qiziqtirsa, hozir Bilim ahli akademiyasiga qo'shiling. Obuna bo'ling.